Necha amper turibdi hozir? 160. Ani qo'yganini qaranglar. Mana bu hozir o'zim qilgan svarka. Professional svarchik emas. Endi 220 ga o'tkazaylik. Buni hozir 220 emas, mana 212 da turdi. Ketdi. Buni qaranglar nima bo'ladi hozir. Ko'ryapsizlarmi buni? Svarka qilishiga e'tibor beringlar. Svarkani ustidan ham svarka qilib yuboryapti-da bu. Ideal svarka qildi. Mana 220 emas, 213 da qanaqa svarka qilyapti. Farqini ko'ryapsizlarmi? Originali shunaqa bo'ladi. Bu hali bu svarkadagi farqlarni ko'ryapsizlar. Endi ichida qanaqa? Misol uchun mana bu svarka apparatimizning ustiga 300 yozilgan edi, lekin bu 300 mi, 300 emasmi? Fikringlarni qoldirib mana. Platasini ham katta kichkinaligini ko'rishingiz mumkin. Tranzistor bunda ikkita dona. Mana birinchisi, tagida ikkinchisi bor. Bunda 4 ta tranzistor. 1, 2, 3, 4 ta tranzistor. Mana buni qarang, mana farqini. Tepasidan ko'rsating. Farqlarni ko'ryapsizmi? Buni platasiga e'tibor bering, buni platasiga e'tibor bering. Katta kichkinaligini ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Endi bu hali hammasi emas. Korobkani ustida mana shunday QR kodi bo'ladi va seriyaning nomeri bo'ladi. Seriyaning nomer bilan pasport bir xil bo'lishi kerak original svarkada. Bizda O'zbekistonda ko'proq kopiyasi sotiladi. O'sha uchun odamlar o'ylashadi, original bo'lmabdi degan narsa. Kopiyasini olib qo'yishadi, shunaqa fikrlaydi, lekin originali unaqa bo'lmaydi. 2 yil garantiya beriladi faqat Base Tools do'konlarida. Bu hali hammasi emas. Yana bitta farqini ko'rsataman. Mana bu oddiy svarka apparati kabeli. Mana bu yerda original svarka apparati kabeli. Mana oddiy kabelning qalinligida ham farqlasanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Qancha sizlarda oddiy mana shu svarka apparatida farqlarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Ishida ko'rsatdik, platasida ko'rsatdik, tranzistorda ko'rsatdik, seriyaning nomerlarida ko'rsatdik, garantiyasida to'xtaldik. Endi 2 yil garantiya, 2 yil garantiya beriladi ofitsialni. Do'konga kelasiz, instrumentlarni olasiz, 2 yil garantiya bilan olib ketaverasiz. Eng qizig'i, O'zbekiston bo'ylab agar kim Resanta brendidan mahsulotlarni o'zini do'konida bo'lishini xohlagan insonlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Ofitsialniy dilerdan dilerskiy narxlarda xarid qilasizlar. Mazami? Resanta kerak bo'ladigan bo'lsa, Vixr, Xyuter kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar.